Endi sizga hovlini to'g'ri tushuntiradigan bo'lsam, 5 sotudan iborat 8 ta xona bu yoq tarafda bor. Bu yoq tarafda ham yana 2-3 ta xonalar bor. Bu yoqda oshxonasi, tegi polniy podval bo'ladi. Bu yoq taraf ham xuddi shunaqa. Xonalar bor, ularning teglari polniy podval bo'ladi. Ko'rib turganinglardek o'rtada zeleniy zona chiroyli holatda turibdi. Endi sizlar bilan asosiy binoyimizni ko'rib chiqamiz. Aytgancha, bu yoq tarafda boloxonasi ham bor. 2 ta xona, 2 ta farzandingiz uchun отдельный joyi ham bor. Endi sizlar bilan ichkarilarni bitta ko'rib chiqamiz. Ichkarining holatini ko'rsangiz, bu yoqdan chiqqingiz kelmay qoladi, aniq. Asosiy binoga kirganimizda bu tarafda birinchi bo'lib oshxonasi bo'ladi. Oppoqqina uyi ahamiyat bergan bo'lsangiz, fasadlari ham, hovli ham oppoqqina. Kechqurun svetlarni yoqqan paytingizda uyingizni shunaqa yorishtirib beradi bu ranglar. Xullas, YouTube'ga endi birinchi marta video olayotganim uchun bitta like bosib tarqatib qo'yasizlar. Nima deydi? Hozir stajni oshirishimiz kerak bu borada, chunki har doim istoriya, Instagramlarda qo'yib borganligim uchun bu yoqda podvalga tushishingizga, o'sha boyagi boloxonaga tushishingizga sinalarimiz bor bu yoqda. Xullas, bu yoq tarafda zalni ko'rishingiz mumkin. Zalimiz ham kattagina. Ko'ryapsizmi? Mehmonlaringizga joydan muammo yo'q. Endi sizlar bilan bu yoq tarafni ko'ramiz. Bu yoqda bitta spalni olasiz, детский spalni olasiz, взрослый qilib qo'yasiz. Xuddi shunaqa holatda. Remontlari chiroyli holatda. Bu yoqda bitta sanzel svetlarini ham yoqamiz, ko'rishingiz mumkin. Endi sizlar bilan birinchi bo'lib podvalga tushamiz. Podvalni ko'rib chiqamiz. Podvalga tushib borganmiz. Bu yoqda boyagi asosiy eshikdan kirganimizda bu yoqda o'sha mashina qo'yishingiz uchun 4 ta joy bor edi mashinaga. Xuddi o'shaning yonida yana bitta xod bor. Bu yoqdan ham xohlasangiz asosiy eshik qilib qo'yishingiz mumkin. Bu yoqda katta yo'lxonamiz bo'ladi. Endi mayli uni ko'rsatmadim. Bu yoqda yana bitta xol, katta o'tirishingizga ham zo'r joy. Boyagi katta zalni tegini esladinglar. Mana o'sha joyi, mana shu tegi bo'ladi. Bemalol xohlasangiz bolalarni mehmondorchilik odam ko'p paytda bolalarga masjidga joy qilib bersangiz ham bo'ladi. Mehmonlaringiz juda ko'p bo'lsa, ularga ham joy qilib bersangiz bo'ladi. Xullas, отдельный namoz o'qishlik uchun shunaqa joylarni qilib berishinglar ham mumkin. Bu o'zingizlarni xohishingizga qarab o'sha uyni obstanovka bilan to'ldirayotganinglarda, xohlaganinglarda o'zingizlar qilib olishinglar mumkin. Endi zinadan sizlar bilan boloxonaga chiqamiz. Boloxona ham xuddi shunaqa. Hamma joyi remontlari chotki qilingan. Ko'ryapsizlar-ku, kompaktniy uchastka. Izza mahallasi. Yana eslatib o'tiraman, Uchtepa tumani bo'ladi. Zinadan chiqqanimizda o'ng qo'lda bitta bolalar xonasi bo'ladi. Bu uyda hamma o'ylangan. Bolalarmi, mehmonlarmi, hammasi o'ylab chiroyli qilib siz uchun tayyorlab qo'yilgan. Bu tarafda bolalar uchun o'sha sanzel qismi bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xonasi. Bu o'sha darvozaxonamiz. Darvozaxonamizning tepasidagi boloxona bo'ladi. Agar kimdir qiziqadigan bo'lsa, Uchtepa tumani, Izza mahallasidan qiziqadigan bo'lsanglar yoki yaqinlaringiz bo'lsa qiziqayotgan, shularga mana shu videoni tashlab qo'yishingiz mumkin. 5 sotu, 8 ta xona, polniy podvallari bilan 350 ming dollarga srochniy sotiladi. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar, raqamlarni qoldiramiz. Sog' bo'linglar.